Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan Surxondaryo telekanali dasturlaridan o'rin olgan kun mavzusi ko'rsatuvi orqali diydorlashib turibmiz. Bugun ko'rsatuvimiz davomida jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonunning mazmun mohiyati, fuqarolarning murojaat qilish tartibi hamda ular tomonidan yo'l qo'yilayotgan xato va kamchiliklar to'g'risida ma'lumot berishni maqsad qilganmiz. Ayni mavzuda suhbatlashish uchun studiyamizga viloyat adliya boshqarmasi mas'ul xodimlari Azizbek O'rozaliyev hamda Toshmurod Mo'minovlarni taklif etganmiz studiyamizga. Xush kelibsiz. Bugungi kunda aytib o'tishimiz lozimki, o'sha yurtdoshlarimiz tomonidan, fuqarolar tomonidan tashkilot, muassasa, korxonalarga murojaat qilish albatta ko'payib bormoqda va bu o'z navbatida fuqarolar tomonidan aynan sohaga aloqasi bo'lmagan murojaatlarning ham ortishiga sabab bo'lmoqda. Toshmurod aka, sizga murojaat qilmoqchiman. O'sha jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonunning mazmun mohiyati bo'yicha bir ma'lumot berib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Hammamizga ma'lumki, davlat organlari va jismoniy va yuridik shaxslar ijtimoiy munosabatlarga kirishayotganda jismoniy yoki yuridik shaxslarda mansabdor shaxslarda xatti-harakatlaridan norozi bo'lishi mumkin. O'shanda yoki davlat organlarini rivojlantirish bo'yicha o'zini bevosita takliflar bilan ulashishi mumkin. Ushbu ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish uchun O'zbekiston Respublikasining jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risida qonun qabul qilingan. Bu qonun bilan jismoniy va yuridik shaxslarda qanday murojaat qilish tartibi, qanday shaklda, qanday turlarda murojaat qilish tartibi, murojaatga qo'yiladigan talablar, o'sha davlat organlarini murojaat va takliflarini ko'rib chiqish muddatlari va boshqa normativ masalalar tartibga solingan. Misol sifatida murojaatlarda shakllariga to'xtaladigan bo'lsak, jismoniy va yuridik shaxslar yozma, og'zaki, elektron shaklda murojaat qilishi mumkin. Amaliyotda hozirgi kunda fuqarolardan ko'proq yozma murojaat kelib tushadi davlat organlari va tashkilotlariga. Bunda bevosita shu ariza deb qog'oz shaklda uyda yoki davlat tashkilotida yozib, o'shani umumiy bo'lim yoki devonxonaga beradi. Bu ko'pchilikka ma'lum. Raqamli texnologiyalar rivojlangan davrda elektron murojaat ham shakllandi. Elektron murojaat bu o'sha davlat tashkilotlarini veb saytlari yoki axborot kommunikatsiya vositalari orqali elektron shaklda fuqaro uyidan turib yo'llaydigan murojaat. Shuningdek, og'zaki murojaat shakli ham bor. Fuqarolar bevosita davlat organlari va tashkilotlariga og'zaki shaklda ham murojaat qilishi mumkin. Murojaatlarida turlariga to'xtaladigan bo'lsak, fuqarolar, yuridik shaxslar ariza, taklif, shikoyat bilan davlat organlari va tashkilotlariga murojaat qilishi mumkin. Ariza o'zi asli jismoniy va yuridik shaxs o'zini huquq erkinliklari, qonuniy manfaatlarini amalga oshirish uchun yoziladigan murojaatni turi. Misol uchun fuqaro pensiya yoshiga yetdi, uni hech qanday huquqi buzilgani yo'q. Pensiyaga chiqish kerak. U bevosita o'sha pensiya bo'limlariga borib ariza yozadi. Meni pensiyaga chiqarishingizni so'rayman deb. Bu o'zini huquqi edi, konstitutsiyaviy huquqi edi. O'sha huquqidan foydalanish uchun arizaga yozadi. Yoki misol uchun xodim 1 yilda bir marta mehnat ta'tiliga chiqish huquqiga ega. Hali ish beruvchi uni huquqini buzayotgani yo'q. Ta'tiliga chiqish vaqti kelganda ariza yozadi. Menga ta'til berishingizni so'rayman deb. O'shanday holda ariza yoziladi. Shikoyat esa amaliyotda shikoyat bilan arizani ko'pchilik chalkashtiradi. Shikoyat berish uchun jismoniy va yuridik shaxsning huquq manfaatlari, qonuniy manfaatlari buzilishi kerak. Misol uchun pensiyaga chiqarmadi davlat organi yoki xodimni 1 yilda bir marta mehnat ta'tiliga chiqish huquqini chekladi. Shunda yuqori turuvchi davlat organlariga yo sudga shikoyat qilish mumkin. Keyin shuningdek davlat organlari va tashkilotlariga davlat va jamiyat faoliyatini takomillashtirish uchun bevosita o'zlari ishlab chiqqan takliflarni ham tashkilotlarga berish mumkin. Bu takliflar 1 oy ichida ko'rib chiqiladi. Murojaatlar esa odatda 15 kunda ko'rib chiqiladi. Agar qo'shimcha o'rganish talab qilsa 1 oygacha uzaytirilishi mumkin. Rahmat, juda ham zarur ma'lumotlar taqdim etdingiz. Yuqorida aytib o'tdingizki, agar tashkilot rahbari xodimni o'sha mehnat ta'tiliga chiqishini cheklashi yoki uzaytirish holati yuzaga kelgan taqdirda yuqori tashkilotga murojaat qilish huquqiga ega ekanligi bo'yicha ma'lumot berib o'tdingiz. Aytaylik, o'sha
ayrim holatlarda o'sha bir tashkilotga bir fuqaro tomonidan murojaat yo'llanadi va o'sha murojaatni ko'rish muddati 15 kun bo'ladigan bo'lsa, shu 15 kun ichida takror murojaatga kelish holati ham bo'ladi-da. Mana shu holatlar qanday ko'rib chiqiladi? Bunday murojaatlarni ko'rish vaqtida, ya'ni jismoniy yuridik shaxslar murojaatlari to'g'risidagi qonunda bunda aniq ko'rsatib qo'yilgan, ya'ni bir mazmunda bir jismoniy shaxs tomonidan qayta takroriy yuborilgan murojaatlar to'g'risida javob xat, ya'ni fuqaroga nisbatan yuborilgan javob xat yuborilgan bo'lsa, qolganlarini ko'rmasdan qoldirish mumkin. Ya'ni murojaatlar to'g'risidagi qonunning 30-moddasiga asosan, ya'ni bunday murojaat takroriy yuborilganda bu haqida oldin javob berilganligi ma'lum qilinadi fuqaroga va murojaatlar xulosa qilinib, tegishli tartibda tegishli tashkilot rahbari bilan xulosa shakllantiriladi, ko'rmasdan qoldirishga asos hisoblanadi. Bundan tashqari ba'zi fuqarolar uchraydigan holatlar umuman vakolat doirasiga kirmaydigan boshqa tashkilotlarga murojaat yo'llash holatlari mavjud. Eng ko'p holatlar ham shunday uchraydi. Ya'ni sud qarorlari ustidan yoki boshqa shikoyat ustidan davlat organiga murojaat qiladi. Sudning hal qiluvchi qarorini sudning o'z yuqori instansiyasiz boshqa hech qanday davlat organi bekor qila olmaydi, uni ustidan amal qila olmaydi. Shunday holatda bu murojaatlar to'g'risidagi qonunning 25-moddasiga asosan tegishlilik bo'yicha yuboriladi. Bu esa tashkilotning xodimlarining ham, o'sha fuqaroning ham o'zining vaqtini ketkazishga sabab bo'lmoqda. Bunday vaqtda iloji boricha, ya'ni davlat tashkilotlari majbur har bitta murojaatni ko'rib chiqadi, qabul qilishni rad etish mumkin emas qonun bo'yicha. Agarda davlat tashkilotlariga murojaatlar kelib tushganda o'ziga taalluqli bo'lmaydigan bo'lsa, 5 kun ichida tegishlilik bo'yicha yuboriladi. Agarda faqat tegishlilik boshqa tashkilotga hech qaysi tashkilotga tegishli emas, tegishli aniqlanmadi, o'zi hal eta olmaydi. Ya'ni tushuntirish berish holatlari. Tushuntirish berish holatlari ham 5 kunlik muddat berilgan. Ya'ni bu boshqa tashkilotga ham tegishli emas, o'zi ham bu murojaatni hal eta olmaydi. Shunday holatda 5 kun ichidan kechiktirmasdan fuqaroga tushuntirish javob xatini yuborish kerak. Bu ko'plab tashkilotlarda oxirgi 15 kungacha olib borish holatlari bor. Oxirgi 15 kun. Bu qonun buzilishiga olib keladi, shunday? Qonun buzilishiga olib keladi. Masalan, turli xil o'rganishlar olib boryapmiz tashkilotlarda, davlat tashkilotlarida, boshqa holatlarda tushuntirish berib yopilgan. 1 oygacha holatlarda fuqaro 1 oy kutib turadi tushuntirish berilishini. O'zi aslida qonun buzilish holati yuz beryapti, 5 kunlik muddatda berilishi kerak edi. Rahmat. Endi shu o'rinda o'sha jismoniy va yuridik shaxslarning tashkilot, muassasa, korxonalarga murojaat qilish tartibi qanday bo'ladi? Shular bo'yicha ham bir ma'lumot berib o'tib ketsangiz. Fuqarolar va yuridik shaxslar davlat tashkilotlariga o'z istalgan holatda, ya'ni yozma, elektron yoki ishonch telefon raqamlari orqali murojaat qoldirishi mumkin. Bularni qabul qilishni rad etish hech qaysi davlat tashkiloti mavjud emas, to'liq qabul qilinadi, tegishli mansabdor shaxsga yuboriladi o'sha yo'nalish bo'yicha hamda buni ko'rib chiqilib, tegishli, masalan, murojaat kelib tushdi ish kunining oxiri yoki shanba yakshanba kunga, ya'ni dam olish kunlariga to'g'ri keldi. Shunday holatlarda keyingi ish kunida ro'yxatga olinadi hamda tegishli mas'ul xodimga yuboriladi. Murojaat dam olish kunlariga yoki ish vaqtidan keyingi kunlarga yuborilgan bo'lsa, u murojaatlarni ko'rib chiqish ish yuritiga qabul qilingan kundan boshlanadi. Ya'ni fuqaro dam olish kunlari, bayram kunlari murojaat qilgan bo'lsa, uni ro'yxatga o'tkazildi ish kunida, ish kunidan boshlab 15 kun davomida ko'riladi. Ya'ni umumiy tartibda. Lekin oldin aytganimizdek tushuntirish berish holatlari yoki tegishlilik bo'yicha yuborish holatida bo'ladigan bo'lsa, 5 kun ichida yuborishga, 5 ish kunida. Kalendar kun emas, shunda ham 5 ish kuni. Rahmat. Endi murojaat yo'llayotganda aksariyat fuqarolarimizdan yoki o'sha yuridik shaxslardan qanday xato va kamchiliklarga yo'l qo'yilmoqda? Jismoniy va yuridik shaxslar o'zini qiynayotgan masalalar yuzasidan avvalo qaysi masala o'sha fuqaroni yo yuridik shaxsni qiynayotganini o'zi oldin sal o'ylab ko'rish kerak. O'sha o'ylov natijasida ushbu masala qaysi vakolatli tashkilot tomonidan hal etilish masalasi keyin hal bo'ladi. Fuqaro qaysi masalani qaysi tashkilotlar hal qilish kerakligini avvalambor bilib olsa, hal qiladigan tashkilot o'ziga birinchi navbatda murojaat qilsa, vaqt nuqtai nazaridan yutadi. Ikkinchidan, ko'plab hollarda murojaatga qo'yilgan talablar fuqarolar tomonidan bajarilmaydi. Misol uchun ilova qilinadigan hujjatlar yoki
jismoniy yoki yuridik shaxs o'zini shaxsini yoki yuridik shaxsni tasdiqlaydigan asosiy rekvizitlarni keltirib o'tmaydi. Misol uchun fuqaro o'zini ism familiyasini yozmaydi. Yuridik shaxs bo'lsa o'sha qaysi tashkilot to'liq nomini yozmasligi yoki yashash manzilini yoki yuridik shaxs joylashgan manzilni yozmaydi. Davlat tashkiloti ushbu murojaatni ko'radidagi qaysi manzilga jo'natishni bilmaydi. Albatta. Misol uchun MCHni nomini yozib qo'yadi, u MCH qayerda joylashgan, qaysi viloyatda joylashgan, shunda javoblarni olishda qiyinchilikka uchraydi. Endi aytaylik, mana shu o'rinda haqli savol paydo bo'ladi. Masalan, yuqorida aytib o'tganingizdek, bir o'sha maslahat cheklangan jamiyati tomonidan keldi, yuridik shaxsdan bir tashkilotga bir murojaat kelib tushdi yoki bir fuqarodan murojaat kelib tushdi-da, o'sha aynan mana shu murojaat yo'llangan joyning manzili yo'q yoki o'sha bog'lanish uchun telefon raqamini qoldirmagan. Shu holatda, masalan, tashkilot qanday yo'l tutish kerak? Murojaatni ko'rmasdan qoldiradimi yoki o'sha aynan o'sha fuqaro yashaydigan yoki o'sha korxona faoliyat yuritayotgan tashkilotni izlash majburiyati bormi? Agar o'sha siz aytayotgan mas'uliyati cheklangan jamiyat deylik, mas'uliyati cheklangan jamiyatni to'liq nomini yoki manzilini yozmasa anonim murojaat hisoblanadi. Ya'ni anonim murojaat degani kim murojaat qilayotgani bilinmaydi. U tashkilotning nomidan boshqa kishi ham murojaat qilishi mumkin. Shuning uchun o'zini muhri, imzosi bilan tasdiqlanishi kerak. Anonim murojaatlar qonunchilikka ko'ra ko'rmasdan qoldiriladi. Bu siz aytayotgan ikkinchi masala murojaatni haqiqiy egasi yozyapti-dagi, lekin masalani o'sha yozma murojaatda batafsil ochib bermagan yoki bog'lanish uchun telefon raqamini ko'rsatmagan. Odatda adliya organlari, boshqa davlat tashkilotlari ham internet orqali o'sha tadbirkorlarning reyestr bazalaridan tadbirkorning telefon raqamini olishga harakat qilib bog'lanamiz. Agar umuman bog'lanishda iloji bo'lmasa, murojaat nima mazmunda ekanligi noma'lum bo'lsa, o'sha tashkilotga javob xati yuboriladi. O'sha yana kelgusida murojaatni batafsil ochib berib, qo'shimcha hujjatlarni ilova qilsang, kelgusida ko'rib chiqilishi haqida qo'shimcha javob xati beriladi. Bir tashkilot tomonidan fuqaroning murojaatiga javob xat yo'llandi. Ayrim sabablarga ko'ra, aytaylik, o'sha pochta xizmati orqali o'sha kechiktirish holatlari kuzatildi. Bunda qanday chora ko'riladi? Yoki o'sha pochta xizmati tomonidan o'sha fuqaroning yashash manziliga ushbu javob xat bormay qoldi. O'sha pochta xizmatlarini ham o'zlarini ichki nizomlarida belgilangan muddatlari bor. Misol uchun Toshkent shahridan eng olis hudud Qoraqalpog'iston Respublikasi yoki Surxondaryogacha yetib kelish muddatlari bor. O'sha avtomobil transporti, temir yo'l o'zlarining nizomlarida belgilanadi. Agar ular ham o'sha nizomlarda belgilangan muddatlar ichida o'zlarini xodimlarini aybi bilan murojaat o'z vaqtida yetib bormasa, ular ham tegishli javobgarlik masalasi ko'rib chiqiladi. Rahmat. Qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsak, agarda jismoniy yuridik shaxslar davlat organ tashkilotlaridan yuborilgan murojaatlarning javobidan norozi bo'ladigan bo'lsa, uning ustidan yuqori turuvchi organga, misol tariqasida tuman adliya bo'limi murojaatga javob xat yo'lladi murojaatchiga. Shunday holatda norozi bo'lsa, yuqori turuvchi organ, ya'ni adliya boshqarmasiga yoki adliya vazirligiga murojaat qilishi yoki tegishli tartibda bu qarorlardan norozi bo'lib sudga murojaat qilishi mumkin. Shunday holatlarda, ya'ni biror bir mas'ul shaxsning murojaatchiga yo'llagan murojaatidan harakatsizligidan yoki qarorlardan norozi bo'lib yuborilsa, bu o'sha mas'ul shaxsning o'ziga murojaatni ko'rib chiqish, yuborish taqiqlanadi o'zi qonunchilikda. Lekin aksariyat holatlarda tashkilotlar uchraydi, ya'ni murojaat o'sha mas'ul shaxsning ustidan keldi, mas'ul o'ziga yuboriladi hamda ko'rib chiqish. Bunda fuqaroning huquqlari buzilayotgan bo'ladi. Ruxsat bersangiz qo'shimcha qilsam, o'sha suhbat so'ngida aytmoqchimanki, fuqarolar, jismoniy va yuridik shaxslar o'zlarining murojaatlarini oson hal bo'lishi uchun avvalo o'zlarining huquqiy madaniyatini doimiy ravishda yangilab borish kerak. Buning uchun hozir ko'pchilik kitob yoki qonunchilik hujjatlarini o'qishga vaqti bo'lmaydi. Adliya vazirligi normativ huquqiy hujjatlarni fuqarolarga yetkazish bo'yicha vakolatli organ bo'lganligi sababli Adliya vazirligining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarini kuzatib borishi lozimligini tushuntirib o'taman. Telegramda huquqiy axborot Telegram kanali bor. O'sha qaysi tashkilotning vakolati nima yoki yangi tashkilot
tuzilgan bo'lsa nima bilan shug'ullanadi yoki fuqarolarda boshqa huquqiy ong madaniyati shakllantirilib boriladi. Shuningdek, YouTube ijtimoiy tarmog'ida Adliya TV sahifasi yuritib boriladi. Shuningdek, sun'iy intellekt orqali bolajonlarga, umuman katta yoshdagi fuqarolarga ham huquqiy ongini shakllantirish uchun qisqa videolar ishlab chiqilyapti. Bo'sh vaqti bo'lganda o'shalarni ko'rishni tavsiya qilamiz. Ajratgan vaqtingiz va bergan ma'lumotlaringiz uchun o'z tashakkurimizni bildiramiz. Qadrli teletomoshabinlar, shu bilan bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi ko'rsatuvlarimiz orqali yana ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.